Mana azizlarim, kechqurungi berish uchun tayyorlab qo'yilgan mahsulot. Ko'rdinglarmi? Ildizlari, ko'katlari. Biz uni ko'katini juda ham ko'p o'stirib olmaymiz. Chunki ko'kat qancha ko'p o'ssa, mahsulot sifati shunchalik yomonlashib boradi. Bir xil 9 kun, 10 kungacha ko'katini o'stiradi. Unaqa ko'katdan foyda kamroq bo'ladi. Mana buni foydasi ko'p. Juda ham mana barra ko'kat ko'rdingizmi? Barra ko'kat. Mana bu dom qismi, ildiz qismi. Endi agar ildizi bundan ham qalinroq bo'lganda yaxshi bo'lardi, maqsadga muvofiq bo'lardi. Lekin hozirgi uskunamizda hozirgi holatda mana shunaqa chiqib turibdi. Alloh nasib qilsa uni ham to'g'rilaymiz. Mana shu hammasi kechqurun qo'ylarga beriladi. Tayyorlab qo'yilgan kesib berish uchun. O'rniga yangitdan don solib qo'yiladi ishlarga. Mana bu degustatorimiz har doimgidek. Adam yurib tekshiryapti hammasini, ko'rdinglarmi? Yeb ham ko'radi. Shunaqa degustator. Xullas kalom, qo'rani egasiman deb o'ylaydi bu o'zini.